Folikulyarni kista haqida eshitganmisiz? Balki sizda ham bo'lgandir. Balki operatsiya qildirib ham ulgurgandirsiz. Operatsiya qildirsangiz ham yana qaytalangan folikulyarni kistaga to'g'ri keldingizmi? Albatta to'g'ri kelasiz. Chunki folikulyarni kistani yechimi bu operatsiya emas. Folikulyarni kista qachon hosil bo'ladi? Qachon? Asosiy sababi gormonal buzilishlar hisobiga hosil bo'ladi. Lyuteynlovchi gormonning miqdori kam bo'ladi, kritik darajaga yetmaydi, folikula yorilmaydi va shunda folikulyarni kistaga aylanadi. Buni asosiy sababi gormonal buzilish bo'lganligi sababli operatsiya qildirib kistani oldirsangiz ham yana hosil bo'lishda davom etaveradi. Asosiysi kasallikni aniq tashxislab va buni sababini o'rganib, buni bartaraf qilmaguningizcha sizda hech qachon yechim bo'lmaydi, bepushtlik kasalligi esa davom etaveradi. Sizda ham folikulyarni kista bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling, shaxsiy xabarlardan tekshiruvlaringizni yuboring, sizga javob berishga harakat qilamiz.